Assalomu alaykum rezidentlarim. Xullas Navruz bayrami ham Navruz deb o'tyapti. Sekin-sekin kletkalarimiz bo'shyapti. Mana ko'ring. Yemlar bilan Surxondaryoga xudo xolisa mana G'uzorga ham ketyapti, Termizga ham ketyapti. Ortvomiz xullas kletkalarni. 3 ta komplekt G'uzorga, bitta komplekt Termizga, hozir Zangiotaga ham 2 ta komplekt ketadi xudo xolisa. Xullas ish avjida. Xo'p, o'rtoqlar, keyingi partiya kletkalarimiz bugun o'zida ketyapti. Mana boshqa mashina keldi. Bu Zangiotaga ketyapti, 2 ta komplekt kletkamiz. Mana ikkitasi uje biza ana qilib qo'ydik, nima yuklab qo'ydik, ketyapti. Allohning barakasini bersin. Yangi ferma ekan, yangi ish boshlashyapti. 27-da yana plus hammasiga quyon olib ketar ekanlar. Bayramimizga qaranglar. Ketidan ketyapti. Yemlarimiz ketyapti. Yetkazguncha yetkazamiz. Xullas, shunaqa gaplar. Xo'p, prezidentlarim, Navruz bayramimiz davom etyapti. 21-mart 2026-yil. Bitta narsani men sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Xo'p, qaranglar. Quyon boqaman deb mana ertalab menda shunaqa сообщение kelgan. Endi men o'zim bilan bo'lgan voqeada xulosa chiqarib sizlarga gapirib beraman. Ertalab menga Telegramda сообщение kelyapti. Vali opa, 2 ta quyon beruvdingiz. Xullas bittasi o'lib qoldi, bittasi yomon bo'lib qoldi. Nima xirillagan bo'lib chiqdi, boshqa chiqdi. Qaranglar, umuman odam kimdir telefon qildi. Xullas ovozsizlar, bozordan ovozsizlar, quyonni, mendan ovozsizlar, boshqa dargohdan ovozsizlar, boshqa fermadan ovozsizlarmi? Обязательно profilaktika qiling. Birinchi o'chirda antibiotik qiling. Chunki, misol uchun, menda katta narsa-da, katta ferma. Katta fermadan chiqib ketyapti. Sizni boshqa sharoitga boryapti. Обязательно sizlar profilaktika qilishingiz kerak. 5 kun antibiotik yoki-da 3 kun ukol. 3 kun ukol. Endi sizlar ozgina ko'pida 20 ta olasizlar. Misol uchun 3 kun 20 ta quyonga ukol qilish bu hech narsa emas. Biza mingtalabga ham qilamiz shu ishni. Ukol qilinglar. Birinchi nima qilasizlar? Profilaktika. Penistrep rosa zo'r antibiotik hisoblanadi. Katta quyonlarga 0.5 dan oyog'iga deyishadi, lekin sizlar mushagiga emas, teri ostiga ham qilsanglar bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. 3 kun. Agar teri ostiga mushagiga 3 kun qilasizlar, oyog'iga, ya'ni agar teri ostiga qilsanglar 5 kun qilinglar. Teri osti sal uzoqroq ta'sir qiladigan narsa bo'lgani uchun, lekin profilaktika bo'laveradi. Xo'p, 5 kun teri ostiga, agar mushagiga, oyog'iga bo'lsa 3 kun qilasizlar. Ketidan vitamin yoki-da ukol qilib turib ham birinchi kundan o'zida vitamin beraversanglar bo'ladi. Любой vitamin suvi bilan qo'shib berasizlar. Vitaminlar har xil bo'ladi. Aptekada qanchaga qancha qo'shib so'rab olasizlar. Mana shunaqa deb qirillagan quyon kelib qoldi sizdan, undog'idi, bundog'idi deb menga уже oxirida gapiryaptilar. Oxirida menga sразу aytinglar. Chunki sizlarni ko'zingizlardan olib beryapman. Men dastavka emas, sizlarni ko'zingizlardan olib berib, yoninglar. To'g'ri, bilmaydiganlar ham bo'ladi orasida. Hamma ham quyonni bilib tug'ilmagan, endi boshlayotganlar ham ko'p, lekin men iloji boricha yaxshisini beraman. Baribir profilaktika qilinglar. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'lib qoldi, quyon ham boqqim kelmay qoldi, hapsalam pir bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi. Xullas, qaranglar. O'limiga chidasang, boqqin. O'limiga chidamasang, umuman bu sohaga burningni tiqmagin deb men maslahat beraman. Chunki men shu darajagacha yetguncha 20 sotuv joyimni quyonlar qabristonida qilib qo'yganman. O'zimdan o'zim shappa bo'lib, o'zimdan o'zim pulni cho'nchagimga sovatganim yo'q. Buni teyda qancha mehnat, qancha sabr turganini faqat o'zimga ayon-da, faqat o'zimga ayon. Boshqasi bilmaydi. Sizlar quyonni olib boqib ko'rsanglar, o'shanda bilasizlar qanaqa nimaligini. Nima aytaman, bu oson narsa emas. Hammamizga yoqadi-da, yoqadi. Shapanetdan
kamida yo'q 5 million tikib qo'ysakda, shaqillatib pul kelib, shaqillatib biz sanamasdan ham bu cho'nchaga, u cho'nchaga solib tursak, kimga yoqmaydi? Lekin unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa quyonchiligiga boshqa sohada ham topa olmasangiz kerak. Balki mana yerda ota-onamiz, qaysidir boyroq ota-onamiz bizga meros qoldirgan bo'lsa, o'sha nima edi, osongina ishlatib ketilishi mumkin. Bu sohada, ya'ni quyonchilik sohada mehnat, kattagina sabr. Ko'nglingizni sal kengroq qilib ishlashingiz kerak. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Chidasanglar bu sohaga kiringlar. Chidamasanglar, sizlarning ko'nglinglar nozik bo'lsa, voy bo'ldi, men ko'nglim qoldi, bitta o'lim bo'ldi, itta o'lim. Hamma keladi. Odam keladi, klient keladi. Bitta men ko'rmay qolgan yoki olib qo'yishga uspet qilmay qolgan quyonlarim o'ligan turadi menda. Biz ham aytibman, biz nima deydi? Ko'p narsaga uspet qila olmaymiz. Men bu narsadan bekitmayman-da. O'lim bo'ladi. O'lim haq. Chaqaloqli odamlar, qarili bu yoqda tursa, yoshli o'lib ketyapti, yoshli. Jonzotni nima deymiz? Jonzotni. Sabringlar katta bo'lsa, ko'nglinglar kengroq bo'lsa, bu sohaga kiringlar. Nozik bo'lsanglar, ko'nglinglar nozik bo'lsa, kirmay qolinglar. Nima qilasizlar? Meni ham mana menga ortiqcha deb bu gaplar. Voy, sen hapsalam pir bo'l. Hapsaling pir bo'lsa, nima menga gapiryapsan degan odam yo'q. Lekin men borman, men gapiraman. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Nima qilayotgan bo'lsanglar, Allohim barakasini bersin, qilayotgan kasb hunaringizga. Shuni bilinglar, oson yo'li yo'q. Xo'sh, 21-mart Navruz davom etyapti. Ozginagina qo'yonlarim qoldi, hammasini so'yib olishimiz kerak. Qolganlarni ko'ryapsizlar, pustoy kletkalar. Hammasi so'yib bo'lganmiz, sotib bo'lganmiz. Endi bu yerda Behruz xizmatda bugun. Behruz xizmatda mana bu ikkita tomonni kuydirib bo'ldi. Hozir Alisher akani ham chaqiramiz, bitta hamma yoni to'ldirib tashlaymiz. Xullas, prezidentlarim, bu yilgi Navruz dahshat keldi bizga, dahshat. Bunaqa Navruzni kutmovdik ekan. Ikkita ketma-ket bayram bo'lmas ekan. Ishoninglar bo'lmas ekan. Bizga masaka ikkita ketma-ket bayram. Ana tegini ham kuydirib yubormadingmi setkalarni? Ular yaxshi ketmayapti. Ketadi, bitta kuydirib chiqqan. Ketadi. Ushab turasan. Iloji yo'q, ushab turasan. Bolaga o'rgatmasa bo'lmas ekan. Shunaqa. Hamma bir kunda ishlarimiz yig'ilib qoldi. Alhamdulillah. Shukr deymiz. Ming bora shukr. Shunaqa kunlar hech kim anu nima deydi, sekund vaqti bo'lmaydigan kunlar hammaga nasib qilsin. Bu yerda men Boburjonga tayinlab qo'ydim. Qatadir Do'rmon tomon turib anaqa ketayotgan ekan. Ikkita samka 40 kunligi 100 mingdan, ikkita samets salkam 3 oyligi 250 mingdan ketyapti. Yandex chaqirib qo'yganman, kutyapman. Shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Hammadan xabar oldik. Yandex kutyapman, hali Yandex kelmadi. Bitta Qo'shtakadan ham, Alisher akadan ham bitta xabar olib chiqamiz. Xo'las, bugun juda uzun video bo'ladi. Ozgina dam oldim, to'g'risini aytsam. Kecha ozgina dam oldik. Shan hisobiga tekshiruv kelyapti, xo'las. Kamayib qoldi, joy ochilib qoldi. Eda olish kerak. Pochtaga xizmat qilyaptilar. Bu yoqda Alisher aka ham xizmatdalar bugun. Ko'ryaptilar. Hop, hammasi joyida, hammasi ketyapti. Yemlar chiqyapti. Ertaga zakazimiz bor. Xudo xolasa zakazlarni ham joy-joyiga keltirib olishimiz kerak. Sog' bo'ling.